tog'ani somsa qaytib keldi. Shuncha somsani kim yeydi? Kuni bilan bozorda olib yurganmisan. Nima qilaman, muzlatgichga qo'yib qo'yaman. Ertaga duxovkaga solib isitib yuboraman. Keyin sotib yuboraman. Birov bilib o'tiribdimi? Har kuni yangi pishirib nima qilaman? Endi 2 kunda bir pishiraman. Yarmini muzlatgichga qo'yib, ertasi kuni sotaman. Shunda ovora bo'lmayman-da. Issiqqina somsalar bor. Aka somsa kerak emas. Saskali bo'lishga. Sveji. Bugun ertalab qilgan. Tavba qildi be somsalar, saskali bo'lishga. Voy, assalomu alaykum. Qalaysiz, archamadingizmi? Rahmat. Opa, 4 ta somsangizdan berib qo'ying. Hozir o'g'lim keladi maktabdan. Somsa nima qilasan, o'zingni xonimingdan ber? Opa, o'g'lim xonimni yoqtirmaydi. Xavotir olmang, somsani pulini beraman, bering. Yo, gap pulda emas. Ha? Kechagi somsada shunga bera olmayman, shu uchun boshqa narsa yo'qsa. Kechagi somsa? Opa, esiz joydami? Nimaga kechagi somsani sotib yuribsiz? Sekinroq gapir. İşte nima qilaydi? Muzlatgichda saqlagan. Voy, opa, baribir piyoz tez eskiradi. Uni ustiga kuni bilan bozorda turgan somsa bo'lsa, esiz joydami, opa? Birov bilib qolmasin. Ma'lum, charchab ketyapman-da. Har kuni borib xamir yoy charchab ketaman. Shuning uchun har kunda birda zo'r qilib ko'p qilaman-da, muzlatgichga solib isitib olib kelyapman. Voy, opa, har kuni charchab ketsangiz ham yangi pishiring tinchgina. Voy, aql o'rgatmagan salqonlik endi hech narsa qilmaydi. Voy, tavba, baribir opa, boshqa bu ishingizni qilmang. Birov eshitib qolsa, bilasizmi nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Qo'ying, kerak emas. Odamlar zaharlanadi eski ovqatdan. Axir bu ham xaridor haqqiga xiyonat qilishga kiradi. Shuni bilasiz-ku. Klientlarni o'rgatib olganman, hech narsa qilmaydi. 40 yil qirg'in kelsa ham ajali yetgan o'ladi. Ovqatdan kim zaharlanib o'libdi? Vahima qilasan, biram. Kechagi ovqatni isitib yeb, necha yildan beri yashab yurganmiz-ku. O'lmaymiz. Bor ishingni qil.